Auditoriya mavzusi elektrlanish, kiyim va shar bilan tajriba. Ushbu videoda statik elektrlanish hodisasi oddiy misollar yordamida tushuntiriladi. Kiyimni yoki sharni biror sirtga ishqalanganda ularning yuzasida musbat va manfiy zaryadlar hosil bo'ladi. Zaryadlarning bu tengsizlik holati statik elektr deb ataladi. Kiyim matosi bir-biriga ishqalanganda uning yuzasida elektr zaryadlari to'planadi. Xuddi shuningdek, sharni sochga yoki jun matoga ishqalaganingizda shar ham zaryadlanadi. Natijada shar va kiyim o'rtasida tortishish yoki itarilish kuchi paydo bo'ladi. Bu statik elektr kuchidir. Videodagi ko'ylak va shar ustidagi rangli belgilar zaryadlarning taqsimotini ko'rsatadi. Ulardan maqsad shuki, ishqalanishdan keyin har ikki buyumda elektronlar siljishi sodir bo'ladi va ular elektrlangan holatga o'tadi. Bu hodisa kundalik hayotda juda ko'p uchraydi. Sochning taralganda tik turib qolishi, kiyimlarning bir-biriga yopishib qolishi, shar devorga yopishib qolishi va boshqalar. Ushbu tajriba statik elektrning qanday hosil bo'lishini sodda va aniq ko'rsatib beradi.